oldingmi? Buni qanday uddalading? Men emas, bu seni tashqariga chiqargan hamrohlaringdan biri edi. Ha, tushundim. Shunchaki o'girilib ketyapsanmi? Kechirasan. Avval asabni yeydigan bir yigit bilan hisob-kitob qilishim kerak. Keyin esa shaxsan o'zim senga rahmat aytaman. Kimni izlayotganingni bilmayman, lekin hozir undan ham boshqaroq ish chiqdi. Yaxshisi avval men bilay-yu, yoki hech bo'lmasa qo'lingdagini qaytar. Kechirasan. Men buni senga bera olmayman. Rostini aytsam, bu ishga aralashishim yo'q edi. Nima? Juda tez. Nima bu? Hozirgina nima bo'ldi? Uddaladim shekilli. Undan chakra sezilmayapti. Bu yigitning qobiliyati. Osmoniy jodu bilan kuchaytirilgan jismoniy iste'dodmi? Unga tegish oson emas, lekin yaxshiyamki hujum unchalik kuchli bo'lmadi. Qisqarish, kengayish, teskari oqim. Qaka. Umuman yaxshi emas. Ko'rinishidan biroz haddimizdan oshib ketdik. Gaz seni yengish oson bo'lmasa-da, endi barchasi tamom. Och rejang allaqachon tayyormidi?